هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Fatir tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fatir suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Fatir Mekke'de nazil bolgan 45 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hamd sana osmonlarni ve ziminni örneksiz yaratgan, periştilerini 2 kanatlık, 3 kanatlık, 4 kanatlık elçiler kılgıcı Allah'a xastır. Allah yaratışta halıgını ziyade kılıdı. Allah hakikaten her nersige qadirdir. Allah'ın kudretinin bayanı toğrısıda. İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligi rivoyat qilindi. 2 sahrolik arab yenimga kelib bir quduq haqida talishib, biri taki hamrohiga uni dastlabda men qazgan deganga qadar men osmonlarni ve ziminni örneksiz yaratquchi degan oyatning ma'nosini bilmaydim. İbn Abbas radiyallahu anhuma yana osmonlarni ve ziminni örneksiz yaratquchi degan oyatni osmonlarni ve ziminni yo'qligidan bar qilg'uchi deganlikdir deb tafsir qilgan. Zahhak bu oyatning ma'nosi osmonlarni ve ziminni yaratquchi deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Cemi hamd sana osmonlarni ve ziminni örneksiz yaratquchi, farishtalarni Allah Taala bilan payg'ambarlar orasida farishtalar buyurilgan narsani uchib berib tiz yetkizish uchun 2 qanotliq, 3 qanotliq, 4 qanotliq elchilar qilg'uchi Allah xosdir. Ya'ni farishtalarning ba'zilari 2 qanotliq, ba'zilari 3 qanotliq, ba'zilari 4 qanotliq va ba'zilari uningdan ko'p qanotliq qilib yaratilgandir. İmam Buxoriyning rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhisalom Isro kechasi, ya'ni osmonga o'rnatilgan kechasi, Jibril alayhisalomni 600 qanotli holda ko'rgan. Har 2 qanotining oraliqi sharq bilan g'arbning oraliqida kenglik ekan. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Allah yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Allah hakikaten her narsaga qodirdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi Allah Taala farishtalarni yaratishda va qanotliq qilishda xolig'ini ziyoda qiladi deganlikdir deydi. Allah rahmetidan kishilarga oshgan narsani hargizmi to'sib qolg'uchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib bergichi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allah Taalaning rahmatini hech nimaning to'sib qola olmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zi xohlagan narsaning bo'ladiganligi, xohlamagan narsaning bo'lmaydiganligi, Allah Taala ato qilgan narsani hech bir to'sib qolg'uchining bo'lmaydiganligi, Allah Taala to'sgan narsani hech bir ato qilg'uchining bo'lmaydiganligidan xabar berdi. İmam Ahmad Mughira ibn Shu'baning xizmatkori Varrodning mundaq deganligini rivoyat qildi. Muaviya Mughira ibn Shu'baga:
Peygamber aleyhisselamdan anlığanlarını bana yezip əvətib bəgin deb xat yazgan iken. Muğire bu vaqti meni yeniği çaqırtdı. Men onunğa Peygamber aleyhisselamның namazını oqub bolğandan keyin mundaq deydiganlığını anlığanlığımni yezip verdim. Hiç şirki bulmagan yalğız Allah Teala'dan başka ma'bud berhaq yoktur. Padişahlık ve barlık hamd sana Allah Teala'ya xastır. O her neslik qadirdir. Ey Allah, sen ata qilgan narsani hech bir ata qilguvchi yo'qdir. Sen ata qilgan narsani hech bir ata qilguvchi yo'qdir. Yüz obro'y ve boylik odamga manfaat yetkazolmaydi. Yüz obro'y ve boylik sen tarafdan keladi. Men yani Peygamber aleyhisselamның quruq gap setishdan, o'rinsiz to'li savol so'rashdan, pul molni isrof qilishdan, yani uni foydasiz o'rinlarga ishlatishdan, qizlarni terik ko'mitishdan, onalarni qoqishishdan va berishga tegishlik narsani bermay, o'ziga tegishlik emas narsani talab qilishdan to'sqanligini angladim. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. İmam Müslim Abu Sa'id Xudri radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның rukudan beshini ko'targan chaqda mundaq deydiganligini rivayet qildi. Allah Teala'ga hamd etgan odamning hamdisini Allah anglab turdi. Ey Rabbimiz Allah, sana asman bilen zemin tolup taşqıdek ve başka sen xalagan narsa tolup taşqıdek hamd sanalar beg'ishlansın. Ey hamd sanaga ve ulug'liqqa ega Allah, benden aytgan narsa eng haqliqdir. Yani bütün güzel hamd sana ve medhiyeler sana xasdır. Hammamiz senin elkingdimiz. Ey Allah, sen ata qilgan narsani hech bir to'sib qog'ichi yo'q. Sen to'sqan narsani hech bir ata qilg'ichi yo'q. Yüz obro'y va boylik odamga manfaat yetkazolmaydi. Yüz obro'y va boylik sen tarafdan keladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Agar Allah sana birer ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, yalğız Allah'tan başqa uni dab'i qilg'uchi bo'lmaydi. Agar Allah sana birer yaxshilikni iroda qilsa, Allah'ның fazlini qaytarg'uchi bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Ey insanlar, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allah'tan başqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah'ның ibadatidan qandoqmi bosh tortsizlar? Tavhidning dalillari to'g'risida. Allah Teala bu oyatda bandalarining diqqatini qo'zg'ab, ularni yalğız Allah Teala'ga ibadet qilish uchun Allah Teala'ning tavhidni, yani bar ve birlikini ko'rsatadigan daliliga diqqat qilishga tavsiya qiladi. Allah Teala mahluqotlarni yaratish va ularga rizq berishda mustaqil bo'lganidek, shundaqla ibadet uningga mustaqil yalğız bo'lish kerak. Uningga yalğız qilinishi, uningga heykeller, butlar ve başka narsalar şirk kılınması lazım. Allah'tan başka hiç ma'bud barhaq yoktur. Allah Teala'nın tevhidini gösterdiğin delil paketler
Allah Taala'nın tavhidini ko'rsatadigan dalil paketlar mana mushundaq ro'shan va ochiq bayon qilingandan keyin Allah'ның ibadetidan qandaqmı bosh tortisizlar? Ya'ni shuningdan keyin sheriklarga, butlarga ibodat qilishga yuzinglar qandaqmı chidaydi dedi. La havla va la quvvata illa billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agar ular seni inkar qilsa, qayg'urib ketma. Haqiqatan senden ilgirki payg'ambarlarmu inkar qilingan. Hamma ish Allohning dargohiga qaytariladi. Ey insonlar, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Şeytan haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Şeytan o'zining tavalarini ahli dovzaxdan bo'lishga chaqirdi. Ilgirki payg'ambarlarningmi inkor qilinganligi bilan Muhammad alayhissalomga tasalli berish va qiyomatdan ogohlantirish to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, agar Allah Taalaga shirik keltirganlar, sen ularga ilib kelgan tavhid haqida sen qarshilik qilganlar seni inkor qilsa, qayg'urib ketma. Sabr qilishda o'zingga sendan burun o'tgan payg'ambarlarni ulgu qilgin. Ularmu sana o'xshash o'z qavmlariga ro'shan paketlarni ilib kelgan va ularni tavhidga buyurgan edi. Biroq qavmlari ularni inkor qilgan va ularga qattiq qarshilik qilgan edi. Hamma ish Allohning dargohiga qaytarildi. Ya'ni kelgusida ularga ana shu qilmishlariga binoan to'liq jazo berildi. Ey insonlar, Allohning va'dasi, ya'ni qiyomatning cho'qim bo'ladiganligi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi, ya'ni Allah Taala do'stlarga, payg'ambarlarga, ergashganlarga va'da qilgan katta yaxshilik qilishtirganda dunyoning arzimas tirikchiligi mag'rur qilmasin. Ya'ni sizlar bu dunyodagi tugab ketadigan manfaatga berilib, oxiratdagi ana shu mangulik manfaatdan yuz o'rib ko'ranglab ketmanglar. Şeytanning sizlarni Allohning afusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Ya'ni shayton sizlarga fitna qilib, sizlarni Alloh taolaning payg'ambarlariga ergishishdan, Alloh taolaning so'zlariga ishonishdan to'sib qo'ymasin. Chunki shayton aldamchidir, yolg'onchidir va bo'hton chaplovchidir. Bu oyatning mazmuni sura Luqmonning oxiridagi bu oyatning mazmuniga o'xshaydi. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Ondan Allah Taala iblisning odam avlodiga bo'lgan adovatini bayon qilib mundaq deydi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Ya'ni shayton sizlarga dushmanlik bilan jang e'lon qilguchidir. Sizlarmu uningga eng qattiq dushmanlik bilan hujum qilinglar. Qarshi turinglar. Sizlarni mag'rurlantirgan narsalarda uni yolg'onchiga chiqaringlar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Ya'ni shayton faqat sizlarni ozdirishni, sizlarning uning bilan birga do'zax azobiga kirishinglarni xohlaydi. Mana bu ro'shan dushmanlikdir. Kuchlik va g'olib Alloh taolodan bizni shaytonning dushmanlik qilishidan panoh tilaymiz. Hamda bizni Alloh taoloning kitobiga ergishadigan payg'ambarimizning yo'lida mangdiganlardan qilishini so'raymiz. Alloh taolo o'zi xohlagan har qanday narsani qilishga qodirdir. Duoni ijobat qilishga haqliqdir.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Öz vaqtida biz farishtalarga Ademga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Shunga u Rabbining itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zalimlar uchun nima degan yomon bedel? Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon? Subhanalloh. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi. Xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklar uchun qayg'urib, o'zingni halok qilib olmagan. Allah haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turguchidir. Qiyomat kuni kafirning jazoga tortilganligi va mu'minning mukofotga erishadiganligi to'g'risida. Allah Teala iblisning tavbalarining bardigan joyining davzax ekanligini bayon qilgandan keyin uning ulabla kafirlarning qattiq azobga duchor bo'lganligini bayon qildi. Chunki kafirlar shaytonga itoat qilib, mehribon Allah Teala'ga osiylik qildi. Allah Teala'ga va uning payg'ambariga iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar qilgan gunohlari uchun mag'firat va qilgan yaxshi ishlari uchun katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi, ya'ni kafirlar va gunohkorlarga o'xshash yomon ishlarni qilib, o'zlarini obdan ish qildik deb hisoblab, xato o'ylaganlar, ya'ni Allah Teala mushundaq gumroh qilgan kishini hidoyat qilishga amaling bormi? Uni hidoyat qilishga hech bir amaling yo'q. Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi. Xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ya'ni uning gumroh bo'lishi yoki hidoyat tepishi Allah Teala'ning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklar uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagan. Ya'ni ularning iymon etmaganliklari uchun hasrat chekmagan. Allah Teala haqiqatan oldin ala o'rinlashtirishini hikmat bilan qilguchidir. Faqat Allah Teala gumroh qilgan kishilar gumroh bo'ladi. Hidoyat qilgan kishilar hidoyat topadi. Unda qilishda Allah Teala yetarlik pokit, to'liq ilm egisidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turguchidir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Fatir tafsiridan 8. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.